Mandan cherkan vossanmi? Sudimizga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman baba. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', qo'shni og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Ey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni yonidan kiraverasiz. Qabr kovlanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa, aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahka. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Boshlardan shu. Boshlardan. Nimaga bu yerga qo'yinglar? Qo'rqaman, qo'rqaman. Mendan rozi bo'l ukam. Nimaga rozi bo'l? Aka! Savol javobing oson bo'lsin ukam. So'rayman, meni tashlab ketmang. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar mana.